Qish yaqinlashayotganini bilish uchun kalendar shart emas. Bema'ni reklamalar tugab, hamma yoqni ming dardga davo bo'ladigan dorilar reklamasi bosib ketganini bilsangiz bo'ladi. Bahorda shampun, yozda ichimliklar, kuzda kiyimlar reklama qilingan televizorlarda pulingiz bitib qolganmi? Yo'talyapsizmi? Qo'shningiz bilan gaplashishni istamaysizmi? Kechki ovqatga nima pishirishni bilmayapsizmi? Unda cho'ntagingizni quritamiz firmasining ming dardga davo bo'ladigan dorisini tavsiya qilamiz degan reklamalar boshlanadi. Radio, televizor, gazeta, jurnallardan tashqari doktori kabinetiga borsangiz ham dorini reklamasi turgan bo'ladi. Ruchkasida ham dorini rasmi, devorda 3 ta plakatda dorini rasmi, suv ichadigan stakanni tagida ham dorini rasmi bo'ladi. Kasal bo'lib doktorga borsangiz, kiydirishni eshigini tagidan boshlashadi. Baxilani. Doktorga kirsangiz, o'zi qildirib nerv patologiga ko'rning. Yo'lovlarga kardiologga ham kirib chiqing. Aman tishim og'riyapti. Kasallikni o'tkazib yuborgansiz deb cho'ntagingizni operatsiya qilishadi. Qo'lingizga 3 burchak, 4 burchak shakllar bilan bitta qog'ozni to'ldirib beradi. Qidirib yurmasligingiz uchun bu dorilar qayerdan topilishini aytadi.